O'zbekiston Kubogi ikkinchi turdan o'rin olgan Guliston hamda Buxto uchrashuvidan so'ng matbuot anjumanining birinchi qismida Buxoro davlat universiteti bosh murabbiyi Azamat Sharif qatnashmoqda. Umumiy haqida fikrlaringiz? Guliston jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Umuman olganda birinchi bo'limda bizning nazorat ostida o'tdi o'yini. Imkoniyatlar bo'ldi, imkoniyatlardan foydalana olmadik. Biz asosan shu kubokda o'yin amaliyotiga ega bo'lmayotgan, kam o'yin amaliyotiga ega bo'layotgan o'yinchilardan foydalanyapmiz. Nimaki chempionatgacha bizda zaxira o'yinchilari kerak. Chempionatga biz shu kubok uchrashuvlari orqali o'yinchilarni tayyorlayapmiz. Ikkinchi bo'limda 5 nafar zaxiradan maydonga tushirdik. Ozgina qayerdadir kirishib ketolmadi o'yinchilarimiz. Общем olganda komandan o'yinidan qoniqdim. Bolalar borni berishdi. Bizga gol bo'lgan vaziyat bu yerda vratarskiy xato bo'ldi. Unaqa qo'pol taktik yutqazganimiz yo'q. Mezbonlar o'yini haqida nima deya olasiz? Mezbonlarda yaxshi jamoa shakllangan, Superligada o'ynagan bolalar. Maqsadi jiddiy. Birinchi ligani jamoasi bo'lishi mumkin, lekin men o'ylayman, bu jamoa Pro Ligani jamoasi deb o'ylayman. Nimaki sharoitlar, o'ynayotgan o'yinchilar shunaqa sharoit yaratib bergan hokimiyat tomonidan. Men o'ylayman, Guliston jamoasi yaqin kelajakda yaxshi Superligada ham o'ynash mumkin deb o'ylayman. Qaysi jihatlardan ustunlik qildi siz jamoangizda? Ustunlik qildi deb ayta olmayman. Nimaki o'yin birinchi bo'limda biz nazoratimiz ostida o'tdi. O'sha ikkinchi taymda zaxiradan maydonga tushirgan bolalarimiz, ularda игровой praktika ozgina kamroq. Biz ularga imkoniyat berdik. Kubok o'yinlari o'zi shuning uchun. Chempionatga tayyorlanish uchun biz shu maqsadda foydalandik. Azamat aka, bundan keyingi raqib jiddiy amaldagi chempion Neftchi. Ular haqida. Har bitta raqib bilan alohida tayyorlanamiz. Har bitta raqibimizdan g'alaba qozonish mumkin. Albatta, xudo xolasa biz yutish uchun harakat qilamiz. Nima deydi, bu futbolchilarimizga imkoniyat. Superliganing eng yaxshi komandasi bilan o'ynash, o'zini ko'rsatish, yaxshi maydonda to'p tepish, o'zini darajasini o'stirish uchun bu juda ham yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Savol neytral sifatida javob bering. Bu birinchi turda Buxoro bilan ham o'ynadi, mana Guliston bilan ham o'ynadi. Endi Buxoro va Guliston o'zaro uchinchi turda o'ynaydi. Xo'p, aytingchi, bu o'yinda Guliston keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari bormi? Mana ikkala jamoa o'yini ko'rgan holda. Endi bilasizmi, o'tgan har bitta o'yinga futbolchilarni psixologik tayyorgarligi muhim rol o'ynaydi. Bugun biz bilan yaxshi o'ynadi. Xuddi shunday tayyorlansam o'ylayman, Buxoro bilan ham xuddi shunday o'ynashi mumkin. Bu Buxorodan ham zavisi. Bu o'yinchilari qanday tayyorlanadi, birinchi ligani vakili deb qanday qaraydi. Futbol bu narsani kechirmaydi. Xuddi bugun bizda ham shunaqa narsa bo'ldi. Bolalarda nastroy, sama sabab o'zi qayerdadir Buxoroda o'ynaganday nastroy yo'q edi. Shunaqa. Rahmat. Sog' bo'ling.